Endi biz qaynonam bilan qaynotamdan alohida turamiz. Yo, bu sizlar o'ylagan narsa emas. Shunchaki ular lecheniyaga 1 oyga ketishadi. Va 8 yilning hisobiga bu birinchi marta bunaqa uzoq vaqt qaynotasiz yashashim bo'ladi. Ochig'i bu men uchun yangilik, o'zimni boshqatdan kashf qilaman, lekin minus tomonlari ham bor buni. Ko'p narsada qaynonamga suyanib qolganman. Masalan, videolarim olgunimcha ular farzandimga qarab turadilar, uni yedirib, ichirib, uxlatib olib o'tiradilar. Katta farzandlarim ham ular bilan birga uxlashadi, ularni maktabga, bog'chaga ular o'zlari olib borib olib kelishadi. Ana endi bo'lsa bu narsalarni hammasini mas'uliyati o'zimizni bo'ynimizda, поэтому biroz hayajon bor. Endi bu yil yangi yilda ham hech qanaqa tashvish qilmayman, chunki uyda faqat o'zimiz bo'lamiz. Faqat yangi yilgacha uborga rejalashtirib qo'yganman. Hamma ishlarimni bitirib olsam, yangi yil kuni bemalol dam olib yotaman. Xullas, bugun odatda 2 soatda bitiradigan ishimni kechgacha zo'rg'a bitirdim. Ovqat qilishga ham ulgurmadim, поэтому pizza zakaz qilib qo'ya qoldim. 8 yil davomida qaynota bilan yashagan kelinni yolg'izlikda hayot qanaqa bo'lishi qiziq bo'lsa, mana blogimga obuna bo'ling.